Yana bitta narsani tushuninglar, hammada bir xil rezultat bo'lmaydi. Kimdadir birinchi etap matga tushishi, kimdadir ikkinchi etap, kimdadir 3. O'shani hisobiga kimdir misol uchun 2 oy davomida shug'ullanib yurish kerak, kimdir 3 oy davomida shug'ullanib yurish kerak, kimdir 6 oy davomida shug'ullanib yurish kerak. Tushunasizlarmi? Ana o'shanda zakon zo'r rezultatga chiqadi. Agar har taraflama ishlansa, faqat qinni toraytiradigan mashqqa o'zing yetmaydi o'rtoqlar. Mashq bilan birga ichini tozalash kerak, vitaminli ichish kerak, pitaniyaga e'tibor berish kerak, limfalarni o'ldirmaydigan, sizni sog'lig'ingiz uchun belok beradigan, oqsil beradigan yaxshi pitaniyalarga e'tibor bergan holatda ishlashimiz kerak. Va holatingizga qarab gemoroyingiz bormi, yo'qmi, shunga ham qo'shimcha tavsiyalar o'rgatiladi o'z kursda. Gemoroy so'rilib ketadi, qon torayadi, sassiq выделениялар ketadi, ovoz chiqadigan ovozlar yo'q bo'lib ketadi. Sizda qiningizda mushaklar